Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'r televiziyasining kundalik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men Iftixor Abdurshid. Bugun seshanba. Hurmatli ko'ruvchilar, tövani diqqatinglar kundalik xabarlar programmamizning tafsilotida bo'lsin. Dunyo Uyg'ur qurultiyi Gollandiya ministrining Xitoy ziyoratida Uyg'ur majburiy emgakini tilga olmaganligini aybladi. Mushu ayning 7-kuni Gollandiya Tashqi savdo va taraqqiyot hamkorligi ministri Siordesma Gollandiya bilan Xitoy o'rtasidagi ikki taraflik munosabatni kuchaytirishni maqsad qilgan savdo ziyoratining bir qismi sifatida Beijingga borgan edi. Bu 2018-yil 4-oydan buyon Gollandiya tarafining Xitoy qilgan ministr darajalik tunji qatimliq savdo ziyorati bo'lib, uzun yillardan buyon Uyg'ur jamiyatining kuchli ittifoqdoshi bo'lib kelgan ministr Siordesmanning ilgirki va'dalarga amal qilmaganligi va bu ziyorat jarayonida Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini tilga olmasligi muhojiratlik Uyg'urlarni qattiq afsuslantirgan. Siordesma 2021-yili parlament a'zosi bo'lgan mezgilida u Gollandiya vakillar palatasiga Uyg'urlarga qilingan zulmlarni qirg'inchilik deb e'tirof qilish taklifini sungan. Shundaqla uning bu harakati Xitoy hukumati tomonidan jazolanishga sabab bo'lgan edi. U yana 2024-yili hukumatdan Uyg'ur majburiy emgak masalasidagi pozitsiyasini aniqlashtirishni talab qilgan edi. Ammo uning bu qitimqi Xitoy ziyoratida Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi va Uyg'ur majburiy emgakini tilga olmasligi uning yillardan beri davom qilgan Xitoyga qarshi pozitsiyasi va Uyg'ur irqiy qirg'inchiligiga qarta tutgan maydoniga zid bo'lib, bu munosabat bilan Dunyo Uyg'ur qurultiyi Siordesmanning Xitoy shirkatlari va Xitoy hukumati bilan bo'lgan savdo jihatdagi tanqidiy pozitsiyasiga zid holda Beijing ziyoratida Uyg'ur majburiy emgaki haqida hech qanday ifoda bildirmaganligini tanqid qilib bayonot e'lon qilgan. Bayonotda qurultay raisi Turg'unjon Alovuddin sobiq ittifoqdoshlarning hokimiyatni qo'lga olgandan keyin o'zlarining va'dalari va prinsiplariga amal qilmasligi to'liq afsuslanarli. Biz ministr Siordesmanning o'zining prinsipiga amal qilib, Sharq Turkistondan kelgan majburiy emgak mahsulotlarini import qilishni cheklash uchun konkret tadbirlarni qo'llanishini umid qilamiz deydi. Xitoyning Tamojna sonliq ma'lumot omboriga qaraganda ministr Siordesman vazifaga o'tirgandan buyon Gollandiyaning Sharq Turkistondagi sohalarga chetishlik savdosi oshgan bo'lib, bu faqat Uyg'ur xalqi uchun emas, balki Gollandiya iste'molchilaridami o'zlarining ta'minlash zanjiridagi majburiy emgak bilan bog'langan mahsulotlarni bilmasdan sotib olgan bo'lish mumkinligi haqida andish paydo qilgan. Navbatda Yevropa Ittifoqi majburiy emgak nizomining yo'l qo'yish ko'rsatmasi e'lon qilgandan keyin Yevropa komiteti davlat tarafidan yo'l qo'yilgan majburiy emgakni keng doirada jo'grafiyalik rayonlar bo'yicha tekshirish olib boradi. Nizomga asosan ta'minlash zanjirida Uyg'ur majburiy emgaki bor deb gumon qilinsa, u mahsulotlarning Yevropa Ittifoqi bozoriga kirishi cheklanadi. Agar Gollandiya Sharq Turkistondan import qilinadigan mahsulotga tayinishni baldiroq oxirlashtirmasa, bundan kelib chiqadigan iqtisodiy oqibatlarga tayyorliksiz qilish xavfiga duch keladi. Bu o'zgarishlarni nazarda tutib, Dunyo Uyg'ur qurultiyi ministr Siordesman va Gollandiya hukumatidan tovandikilarni talab qilgan. Sharq Turkistonda Uyg'urlarga qarshi keng ko'lamda yuz berayotgan kishilik huquq dafsanchiligini oshkorda ayblash va bu masalani Xitoydagi hamkorlashuvchilar bilan ikki taraflik muzokara qilish, Gollandiya shirkatlarining ta'minlash zanjiridagi Sharq Turkistonga munosabatli barliq mahsulotlarning majburiy emgak bilan ishlab chiqarilishi mumkinligi ko'z tutib, konkret tadbirlarni qo'llanish, Yevropa Ittifoqining majburiy emgakni cheklash nizomi va uning yetakchilik prinsiplarini ijro qilish va ularga rioya qilish uchun konkret tadbirlarni qo'llanish, mas'uliyatchan va imkoniyatli xalqaro savdo sanoat qonunini tasdiqlash orqali korxonalar uchun majburiy kishilik huquq qonunlarini muzokara qilish va tasdiqlashni ilgari surish. Bu yil Sharq Turkistonning mustaqillik ko'rishidagi qahramon Uyg'ur xonim-qizlarining hurlik obidasi Shafqat hamshirasi Rizvongulning tavalludining 100-yili. Bu munosabat bilan Uyg'ur xalqining milliy mustaqillik kurashlariga o'zining issiq qini, jasorati va hayoti badaliga tamg'a urgan botir Uyg'ur qizi Rizvongulni xotirlaymiz. Milliy qahramon Shafqat hamshirasi Rizvongul Hashim 1926-yili Olmota viloyatining Chilak yezida tug'ilgan. Dadisi Hashimaxon, opasi Maryamxon. Rizvongul oilasi bilan 1932-yili G'uljiga ko'chib kelib, Pushmon mahallasiga yerlashgan va 1933-yildan 1940-yilgacha G'uljidagi Sharq maktab va Umid maktabida o'qigandan keyin 1940-yili Urumchida Milliy qizlar maktabining buxgalterlik kasbida o'qigan. 1943-yili yozda o'qishni tamomlagandan keyin G'uljiga qaytib kelib, viloyatlik pochta idorasida xizmatga qatnashgan. Rizvongul
ma'rifatparvar va taraqqiyotparvar oilada cho'ng bo'lgan bo'lib, u oilasining va o'qituvchilarining ta'sirida kichikdilla tirishchan, o'tkir fikrlik, xo'rliq va adolatsizlikka chidab tura olmaydigan qaysar xarakterli qiz bo'lib yetishgan. Rizvongul pochta idorasida ishlayotgan vaqtlarida 1944-yili G'uljida Sharq Turkiston milliy inqilobi boshlanadi. Rizvongul inqilob boshlanib 6-kunila do'stlari bilan fidoyi bo'lib jangga qatnashadi. U fidoyi bo'lib harbiylikka kirgandan keyin bir tarafdan qismning shafqat hamshirisi bo'lib oldingi saflarda janglarga qatnashsa, yana bir tarafdan harbiy qoida va qurol ishlatishni qitir-qinib o'rganadi. Doim dushman bilan er kuchun jang qilayotgan vatanning o'g'lonlari bo'lsa, bizmi bu vatanning qizlari Xitoylarga qarshi kurashda bizmi qo'limizga qurol ilib oldingi safga berishimiz kerak deydigan Rizvongul janglardagi ajoyib jasorati va yarador jangchilarga bo'lgan ko'yimchanligi bilan komandir jangchilarning qalbida shafqatli mehribon hamshirga aylanadi va Sharq Turkiston Jumhuriyati prezidenti Marshal Elixon To'ra apandim tarafidan bahodirlik ordeniga erishadi. Rizvongul 1945-yili 13 yanvarda Harambog'ni ozod qilish jangida shiddatli vijildab uchayotgan o'qlar orasida yaralangan 3 jangchining yarasini orqa-orqadan tingib, bexatar joyga yo'tkigandan keyin xatar ostidagi 4-jangchining yeniga ketayotganda tajovuzchi Xitoyning otgan o'qi beshiga tegib qahramonlarcha shahid bo'ladi. Rizvongul Sharq Turkistonning hurlik, mustaqillik ko'rish yo'lida jang maydonida shahid bo'lganda Aran 19 yoshda edi. Ayni vaqtda Sharq Turkiston hukumatining kundalik organ gazeti Azod Sharq Turkiston gazetining 1945-yili 20 yanvardagi sonida Uyg'ur xalqining asoratdan Xitoyning bo'yin to'riqi va qulluq zanjiridan qutulish yo'lida botirlarcha qurbon bo'lgan qahramonlik obidasiga atab ta'ziyanoma va Qosimjon Qamirining Rizvongulga atab yozgan she'ri e'lon qilinadi. Rizvongul u bir qahramonlar emas, balki Uyg'ur xonim qizlarining botirlik, bahodirlik va iptini qo'g'dash uchun qulluqqa bosh egmasdan qarshi turishdagi simovuli va mangu unutilmas obidasidir. Uning qisqa hayoti, botirlik haqida romanlar, o'chirik va adabiy axborotlar, doston va she'rlar yozildi. Shundaqla uning nomi xalqimizga, xonim qizlarimizga ro'yi kuch bo'lib kelmoqda. Uyg'ur xalqi o'zining bu qahramon qizini mangu unutmaydi. Hindistonda chiqadigan Observer pochtasi gazeti Pokiston va Bengal musulmonlarining Xitoyning Uyg'urlarga yurgizgan qirg'inchiligiga sukut qilganligini ayblab, strategiyalik sukut nomida maxsus obzor e'lon qilgan. Anushrita Duttaning yozgan bu obzorida xalqaroning zo'r darajadagi tekshirishi va kishilik huquq tashkilotlari va Birlashgan Davlatlar Tashkiloti tomonidan xotirlangan ommaviy nazorat, xohlagancha tutqun qilish, diniy cheklamalar va majburiy emgak qatorliq ayblashlarga qaramay, Pokiston va Bangladeshning Beijingni oshkora tanqid qilishdan asosan o'zini tortganligini, uzundan buyon o'zlarini Kashmir va Falastindan tortib, Rohingya kirzisigacha bo'lgan musulmonlarning manfaatini qo'g'dug'uchilar deb ko'rsatib kelgan bu ikki davlatning Xitoyning Uyg'ur xalqiga yurgizgan qirg'inchiligiga ikkili hukumatning sukut qilganligini, Pokistonning hamisha xalqarada Xitoyning Uyg'ur masalasidagi pozitsiyasini qo'llab kelganligini, bu pozitsiyaning navbatdagi xalqaro siyosatning keng doiralik realligini aks ettirganligini, strategiyalik manfaatlar doim diniy ittifoqlikdan ustun turganligini, davlat manfaati, iqtisodiy bog'lanish, strategiyalik ittifoqdoshlik va tashqi siyosat masalalari o'rtasida qolgan Uyg'ur masalasi, axloqiy qimmat qarash yoki diniy birlikning xalqaro ishlarni boshqarishga yetarlik emasligining ogohlantirish ekanligini o'tirib qo'yib, bu ikki davlatning Uyg'urlar duch kelgan qirg'inchilikqa sukut qilganligini ayblagan. Hürmetli körürmenler, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamızning tafsilotini sundik. Kelar qitimliq sonimizgacha ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Stansimizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.